alaykum. Bugun sizlar bilan vichina gribi pizza pishiramiz. Buning uchun bizlara xamir, sous mochi, sous firmenniy, vichina gribi kerak bo'ladi. Shu masalliqlarni atamiz. Boshladik asa. Bismillah. Xamirni raskatuvich atamiz. Sous mochi. Firmenniy sous qo'shaman men ozgina. Qo'shmasam bo'ladi. Endi gribi champinyonni solamiz. Произвольно mera solib chiqamiz, yayib, qo'shirayotib. Endi vichina ketadi. Vichina solamiz. Vichina eğer kime interesni bo'lsa, ince ekaniki. İnce ekadan. Endi sirni. Endi tayyor pizzani olib, aslan pechkamizga tiqamiz. Xudo xolasa 3-5 minutda tayyor bo'ladi. Pizzamiz tayyor. Chiqaramiz. Bismillah. Приятного аппетита hammaga. Yoqimli ishtaha. Yomon ketadi lekin ishonaveringlar. O'ldiradi, to'g'ri, o'ldiradi. Yaradi.